Yomon Bo'ldi. Os. Alo. Alo. Alo, jon, qalaysan? O'zi kakrassan sonib turdim, bor. Nima qilasan? Bo'pti, mana bolalar kutyapti jonim. Seni yaxshi ko'raman. Bo'pti. Bolalar! Bolalar! O'rtoq, 1 minutib ketganingga 12 soat bo'ldi. Oramizga tezroq qayt. Biz seni kutyapmiz o'rtoq. Sani sog'imda jiya. O'rning rusi bilan oldi. O'rtoq, 1 yil deganda grantga o'qishga topshirdim. Chet elga ketyapman. Men bo'lsam o'zim biznes almoshdim. Hozir xitoyliklar bilan birga ishlayapman. Ama oila qurib, o'sha birinchi farzandli ham bo'ldim. Men ijodim orqasidan yaqinda Yevropaga tur qilaman. Sen bilan qizurog'ida o'rtoq. Oramizga tezroq qayt. Iltimos. Oradan 5 yil o'tdi. Sen hali ham oramizda yo'qsan. O'qishda отчисление bo'ldim. Yomon odamlarga qo'shilib qolib, kiyib o'tirib chiqdim dori bilan. Ama oila bilan ajrashdim. Og'a berakka chiqdim. O'zlab olaman. Mani sindirishdi, brat. Tikilga berilib ketdim. Sen siqing bo'ldi. Oradan 10 yil o'tdi. Ahvolim Sanjarni chikiring orqasidan berib og'a bedanda. Farhod bo'lsa Sanjar o'limini ko'taraman. Sanjar o'lmadi. Sanjar o'lmadi. Abdurahim ham qaytadi. Sanjar o'lmadi. Sanjar o'lmadi. Do'stim. 30 yil o'tdi, 30 yil. Oramizda bitta man qoldi. Men hali ham saraton kasalligi bilan kurashib yuraman. Birdan bir niyatim ko'zim ochiqligida seni ko'rib qolsam deyman. Do'stim, qaytgin iltimos. Bu narsa menga armon bo'lib qolmasin. Yo'q. O'tirma. Yo'q.